Şərqi Türkistan Milli İnqilabının g'azisi. Peshqadam mujahid mərhum Barat Hacını əslayman. Şərqi Türkistan Milli Armiyasının ofitseri G'azi Barat Hacı hayat vaqtida Türkiyədə Şərqi Türkistan davasının simvoluğa aylanğan bir kişi idi. Ölgəndən keyinla unutulub ketadigan işkən. Qarğanda hayatlıqida onun saqlını dəsmi selib pul tepib xərcləyən şəxslər və təşkilatlarmı esiga ilib qoymadı. Hayat vaqtida Türkiyə gazetlərdə hər daim rəsmləri çıxıb turadigan bu mujahid bugun go'yo hech qachon yashab boqmagandekla unutilib ketgandek qiladi. Boyaman peşim namozga turib, ulanma tasavvur deyilgan shaklda yodimga bu mərhum dostum keçib qoldi. Hem namazdan keyinla bir aslini yezishga niyatlangandim. Biz Barat Hacı bilan 1996 yili 6 ayning o'ttirlarida tanışqan edik. Bu mening musofirlik hayotimning boshlanish paytlari edi. Bola chaqinlarimdan, vatanimdan mangulikka ayrilishning hijroni meni ezib, azobdan yerilg'udak bo'layotgan, bu hayotga odatlanmay yulqinayotgan kunlarim edi. Meni shu zamondagi peshqadamlarimizdan Salay Hacı Sharqiy Turkiston fondi jamiyatining ishxonasiga boshlab berib, shu zamondagi boshliq Muhammad Rizo Bekinga tanishtirgandan keyin yataq ishini hal qilib berishni o'tindi. Rizo Bekin Hamidxon Ko'kturkni qo'shdi va biz vaqfiga tava madrasga keldik. Menga bekor hujurlardan bir nechib berdi. Bir karvatni tepib chiqib qo'ydik. Men Barat Hacıning yatqiga tam qo'shna bo'lib joylashdim. Mana shu jarayonda karvat va boshqa lozimliklar bo'lgan ambar hisobidagi hujurlarning ochiqchi Barat Hacıda bo'lg'achqa, u biz bilan birlikda meni yataqqa joylashtirish ishlarini qilishganda tanishdim. Men yolg'iz bir hujurda yotatdim. Başqa o'quvchilardan bir munchisi yana bir hujurda edi. Bekorchilikda nafl namoz o'qishdan boshqa ishim yo'q. Namozdan bekor bo'lsamla Qur'onning tarjimasini balkim 20-qitim o'qiydim. Türkçini bilmagachga Türkçe kitob o'qiy olmaydim. Bu yerdagi yosh bolalar kunduzlari qayoqqadir ketib, tushdan keyin asrlarda paydo bo'ladi. Surishtirsam, turk tili kursiga bordik. Keyin men ularga qo'shilib kursga qatnab yurdim. Bu mezgilda göz tushimda Barat Hacı o'quvchi bolalar deyilgan bolalar ichidan Mamtili ismli Qashqarlik bolani doimli yotqiga chaqirib olib, soatlarcha bir ish qilishadi. Bir kuni Barat Hacı meni tushlik tomoqqa taklif qildi. Shu fursatda shiradagi daftar varaqlarga ko'zim tushdi. Ham aytdimki, bu nihoyat tartibsiz, o'quvsiz sat yozilgan xatlar bir aslama edi. Barat Hacıdan so'rg'inimda u bu farzimni tasdiqladi. Aslida Barat Hacı har kuni so'zlab berish orqali Eliqi Mamtili degan bolaga aslimasini yozdirayotgan ekan. Barat Hacımo musofirlikdagi barliq Uyg'urlardek ana yurtdan ayrilish, ana til muhitidan ayrilish keltirib chiqargan psixik krizis ichida edi. Yalğız yashash uzunga so'zilib ketganlikdan yalğızlıqqa ko'nib qolgan odam xolimas bo'lib qolgandi. Şoňa kishilar bilan bekla osonlam urushib qoladi. U kishining qanchalik cho'ng odam bo'lishidan qat'iy nazar og'zini qo'yib beradi. O'quvchilarni tillaydi. Men shunga uningdan bek ehtiyot qilatdim. Bütün bu mezgillik hayotimda Barat Hacımning mijozidan ayminibla yiqilnisholmagan edim.
1997 yılı martda inqilab qilishga ketib, 1999 yılı qaytadan İstanbulga kelganimdan keyin qayta tepishib, birdinla yaqin bo'lib ketdik. Hatto hech kim deyishga petinolmaydigan chaqchaqlarnimi davirgan bo'ldim. Bu chaqda Barat Hoji Rakiya Pashaxon Umar Oxunboyga uylanib, tamamen boshqa odam bo'lib ketgan ekan. Qerg'ondagi yolg'izlikdan qutulib, boy xotinga uylanib, hayoti xeli yaxshilanib qopti ekan. Shug'unisi madrasadagi xaloyiniga turk imomlar yasib bergan bir kishilik kichik hujrasini o'z hisobida tutib turayotgan ekan. Men ko'rishgili ana shu kichik hujraga kelganimda, u Amerikaga guvohlik uchun jabdunayotgan bo'lib, guvohlik so'zini menga yozdirdi. Mana shu munosabat bilan uning hiliqi aslimasini surishtirdim. Agar bo'lsa, men kompyuterga ilib nashrga hozirlab bermoqchi edim. Afsuski, burun haqqa yozdirganlarning hech biri saqlanmabdi. Ba'zilarini yozgan odamlar uyda ratlab kelaman deb yo'qolibdi. 3-4 odamga yozdirgan bo'lsa-mu, hech biri bitmayla shu odamlar bilan ketib yo'qolibdi. Uning bir aslini yezib qoldirishga bo'lgan ishtiyoqi bak kuchli edi. Bu hayotning adoqqa orzusi edi. Afsuski, 6 yildan beri turli odamlarga yozdirgan bo'lsa-mu, hech biri oxiriga chiqamabdi. Hamon boshdan boshlab yezaverishmi jiniga tegib ketibdi. Men bu peshqadam do'stimning orzusiga yetkazib bir xo'sh qilib o'tmoqchi bo'ldim. Mening laptop kompyuterim bor edi. Haqqa yolvorish ketmaydi. Shunga aslimingizni men chiqarib beraman, yeb ketmayman deb chiqishdim. Chunki u burun yozdirganlarni yedi, yo'qoldi, yeb ketdi deydi. Ondan chiqishib turib dedimki, endi boy xotinni ilib boy bo'libsiz. Men bir puli yo'q do'stimni tunishtirman. U qalamga oladi. Men kompyuterga olaman, tahrirlayman. Boy bo'lgandan keyin xotirligichiga haq bersiz. Menga bermasingizmi bo'ladi dedim. Shuning bilan Ablat Qarajim xotirlashga boshladi. Bu ish xili uzoqqa so'zildi. Barat Hoji unutqoq bo'lib ketgachga burun yozdirganlarini yodiga ololmadi. Bu jarayonda mening burunqi Windows 3.1 programmam yangilandi. Almos Sofit deydigan bir uyg'urcha kirgizgichga erishgandim. Buning xosiyatida Barat Hojining kitobining xat nusxasi xili chiroyli bo'ladigan bo'ldi deb xo'sh bo'ldik. Bu mezgilda Ablat Qarajimmo bir kompyuter olgan bo'lg'ashqa, mashq hisobida Barat Hojim deb berib yozib olganlarni kompyuterga ilishni Ablat Qarajim ustiga oldi. Shuncha zo'rlasaqmi kitob bek kichik bo'lib qolgandek edi. Men yana Barat Hoji bilan chiqishib, yana bir siqishtirib, oxirgi tomchisi qolgacha chiqirang deb qistab yurib, yana ba'zi o'ziga aloqador boshqa kishilar haqidagi aslimalarni qatdi. Men bir kirish so'z yozdim. Ondan bat yasab, qog'ozga besib chiqarib, Barat Hojining uyiga ilib bordim. Bechora shunchalik xush bo'ldiki, qalpoqlari titrab, og'zi gapga kelmay qoldi. Keyin u xo'shliqida kitobning hozirlangan nusxasini ko'tarib, madrasaga borgan ekan. Hamidxon qo'liga ilibla bir tiniqda kirish so'zini o'qib chiqibdi-da, kirish so'zda bizga tegdiribdi deb Muhammad Rizo Bekimga chiqib, ondan İstanbuldagi peshqadamlarga yomonlab, hatto meni yaxshi ko'rdigan Arabistondagi Abduqodir Hojimga yomonlab sat ko'rsatganmi bo'ldi. Hamidxon kirish so'zini kopiya qilib olib, hammasiga ko'rsatib, ta'tir tashviqot qilib yurdi. Men o'zim bostirib beraman deganimga qaramay, Barat Hoji aldirab ketib, bir turk do'sti bilan bosmaxonaga olibdi. Bu bosmaxona o'ngdan so'lga yeziqdagi kitoblarni besib boqmagan bosmaxona bo'lsa kerak. Kitobni tartiblab qo'yibdi. Bet nomeri kitobning ko'tiki tarafda. Muqovidagi kitob nomini turk do'sti arabcha, farscha xat nusxalaridan
Barat Hacı'nın ko'rsatishi bilan yezib beribdi ekan. Şoňa ancha to'g'ri bo'lmagan. Men qayta nashri uchun tayyorlagan nusxada buni tuzitib qo'ydim. Bugun Barat Hacı'ni bekla sig'inganligimni his qildim. Namoyish cheklangan chog'lardimi o'zi yolg'iz namoyish qildigan. Her qachon 12 noyabrda yağ purtib, qazon esib, şehitlerini xotirlashni unutmaydigan. Bütün Türkiye'ni kezib, Sharq Turkistonning dardini anglatgan odam edi. U o'z mujodilasini qilayotganda, uni bayroq qilib, oldiga selib, hamma viloyatlarda kezdirib, pul to'plab yeganlar Barat Hacı'ning dardiga yetib boqmagandi. Og'rib qolganlarda davolanishga puli yo'qligidan sovuq uyda tugilib yotganlarda ega bo'lmagandi. Aslida Barat Hacı oq ko'ngilligidan bu shumliqlarning hech birini bilmagan. Elkizib davo anglatyapman deb o'ylagan. Keyin ba'zi saxovatchilar Barat Hacı bilan ko'rishib, uning heliqi xaloyinidagi turk imomlar yasab bergan bir karavotla patadigan uyini. Bu çağlarda medres hujrasi bo'lgan burunqi yatqidan chiqarib etilgan ekan. Ko'rib, uningga kaygan. Biz sana shuncha pul avatib bersak, sen nemishqa tuzgurak uyda o'ltiray demay, o'zingni qiynaysan. Mana shu chog'da anglashilganki, aslida uni bezak qilib, boshqalar o'zi uchun pul topgan. Yana ko'p gaplarim bordek edi. Biroq do'stimning rasmiga qarab, ko'nglim buzilib, ko'zimga yosh tiqilib olg'ashqa yozolmadim.